Assalomu alaykum chera. Bugun sizlar bilan Golden Besser YouTube kanali. Bugungi videomiz mavzusi bir match. Bugungi matchimiz Telegramda nomdor va katta kanali bor ukamiz Otabek aka, FBS kanali egasi va admini shu aka bilan o'ynab ko'rdik. Bu o'yin Otabek aka o'zlari zavq qilganlar, men ko'k formada o'ynamoqdaman. Va o'yindagi birinchi xavfli zarbam Kylian Mbappe bilan orqaga pas va Drogbadan zarba va Varatadan save. Aytganimdek, eng xavfli va qiziqarli joylar olingan xatoliklar va kamchiliklar bo'lsa, oldin uzr hali bu endi boshlanish. Drogba bilan ko'p ataka qilishga urinmoqdaman. Ustida Musialadan Van Dijk Bellingham, Mbappe, Yamal, Neymar Junior, Alexander Arnold qo'ydim va bitta pas Pedri, Rummenigge, Yamal yomon o'ynayapti. Bellingham, Kylian Mbappedan Naves bo'ladimi? Endi achishga e'tibor bermaysizlar, endi o'sha payt qotib qolganligi uchun assist qilib oldi. Manuel Neuerdan pas. Batistuta, Bellingham, Yamalga o'tishga qo'ymaslik kerak. Bellingham, double touch, pas, Ben White, Naves, qanaqa Naves kerak payti. O'yinning birinchi taymi hozircha butkul Otabek akani ustunliklarda yutmoqda. Ikkinchi taymni ko'ramiz endi. Birinchi taym yakunlandi, hisob 0-0. İkinci taym boshlandi. Batistuta, Drogba, oxiri o'xshamay qoldi. Neymar Junior bilan yana Otabek ketmoqdalar. Finishlar bilan Neymar Junior lekin ikki kishini yo'qoldi ketdi. Bukayo Saka, Kylian Mbappe, Guardiola, Drogba, pas, Mbappe, zarba, Messi, zarba, qanday? Musiala, qanday 3 ta save bitta vaziyatda, yomon olmadim kelmadi. Yana pas Toni Adams bilan ketmoqda Otabekka. Batistuta, Neymar, pas, Kylian Mbappe, Kylian zashniklarim yaxshi. Messi, ortga pas, Naves, pas, zarba. Salgina adashdik. Qanaqa endi Neymar Neymarning kartasi yomonda, Santos karta. Neymar, Yamal, Musiala olib qo'ydi. Batistuta, pas, gol. Batistutadan gol. Drogba bilan blitz yapmoqchi edim, sal o'xshamay qoldi. Va Batistutadan birinchi gol. Golden Besser hisobni ochmoqda. Batistuta, pas, Musiala, Drogba, Pedri, Guardiola bilan o'xshamay qoldi vaziyat. Hozircha 1-0 hisobda Golden Besser yutmoqda. Musiala, tepish gol bo'lmadi. internet joyet. Kylian Mbappe, Ben White, pas. Yo'q, o'tkazma. Yamal. Yo'q, joydan oxirgi vaqtda gol qazovatlikda chiqdi. Yamal 1-1 hisobni Otabekka tenglashtirdilar. Va Bukayo Saka o'yin oxiri daqiqalari asosiy vaqtni Neymar, Kylian Mbappe, Bellingham, Neymar. Oxirgi daqiqa Musiala bilan Leo Messi, Naves. Qaytardilar. Oxirgi daqiqada gol urmoqchi edim. Va asosiy vaqt tugadi. Hisob 1-1 Golden Besser va Otabek. Telegramdagi futbol videosi. Ekstra taymlar boshlandi. Pas Yamal, Mbappe, Bellingham, Centerdan o'tmoqchi bo'ldi ukamiz. Kylian Mbappe, Drogba, Rodri bilan hatto ko'p Rodri zo'r o'ynaganda ko'p vaziyatlarni yo'q bityapti.
Tony Adams, Neymar Junior, everybody, Bellingham, Yamal, Kylian Mbappe, olib qo'ydi Arnold, Drogba. Qanday birinchi ekstrem tugadi hisob 1-1. Lekin statistikaga qaranglar, ichkari 11 ta ataka, undan bitta gol bo'lgan. Endi ko'ringlar, Varatan farqini 5 ta seyf qilib tashladi. Ikkinchi ekstra taym boshlandi. Pep Guardiola o'rniga Bukayo Saka, Navesga, Drogba, pas, gol. Uy. Batistutadan super taktikaga netchaga Sakadan Naves, Drogba, pas va gol. Batistutadan просто wow. O'yin boshlanishidan sразу ikkinchi ekstra taym. Okamiz Mbappe. Saka. Yana bitta pas. Tony Adams. Batistuta qo'ydi. Bellingham pas. Yomon emasmi? Hozircha 1-2 va Golden Base yutmoqda. Hozircha faqat bu Bukayo Sakadan yana Naves, Bellingham pas. Mbappe yetmadi. Guardioladan Naves kirayga. Messi, Casa Curta. The art of defending. Yaxshi. Meni foydamga. Oxirgi daqiqalar yaqinlashmoqda. Pas Messi, Arnold, Naves. Lekin men seçtim Naves bir yoqtirman, chunki bittaga Drogba boshli yutib oladi. Nima? Batistuta. Qotdi. Menga qotdi. Menga qotib qoldi. Ikkinchidan ketdilar hisob 2-2. Batistuta, Drogba, yana o'sha taktikani qilib ko'ramiz. Batistuta, Musiala, Neymar Junior olib qo'ydi. Pas. Endi oxirgi daqiqa gol o'tkazmaylik. Devor. Tamam endi. Oxirgi daqiqalarda gol o'tkazib qo'ydi ichkarilar. Asosiy vaqtda 1-1, ekstra taymda yana bittadan gol bilan 2-2 bilan o'yin hozircha yakunlanmoqda. Endi navbat penalti seriyaga va birinchi penaltini Otabeyoga tepyaptilar. Va men sakradim. Topdan. Birinchi penaltini qaytarish bu motivatsiya ham beradi. Va men tepmoqdaman. Qani sentrga Papitni ketdi. Gol. 0-1. Hisobni o'zim ochmoqdaman. Qani endi Otabeyoga yana tepadilar. O'ylaylik tipa. Men o'sha yoqqa tepsam ikkinchi marta sakramayman. Men sakrayman. Menga farqi yo'q, men sakrayman. Va ikkinchi penaltini ham qaytardim. İkincisi nima qilamizmi? Bu ham sentrga davay ketdi. Papitni gol. Ikkita sentr, ikkita gol. U kishi ham ikkita kiraga tepdilar. Ikkovini ham qaytardim. Hozircha 2-0. Shahman ketdi. Yana kiraga sakraymiz. 3-1. Gol. Voy, sentrga tepgan. Hani 3 marta bir joyga sakradim. Bu safar sezdilar menimcha. Bu safar sezdilar. Qani navbat menga. Art of defending. Hopa. Kraychaga ostakina. Va oxirgi va hal qiluvchi zarba. Va buni agar qaytarsam yutaman. 4-marta ham o'sha krayga sakraymiz. Okamiz adashdilar. Va men 3 ta seyf qilib g'alaba qozondim. Partiyaga qiziq bo'lsa 100 ta like va kommentlarni portlatib yuboraylik, revansh chiqadi.